Bu saatlik dersimizde bo'lsa biz programmniki yana mo'yin qism bo'lgan, mo'yin programmalar ishlaydigan, doim ko'p ishlanadigan mo'yin qism bo'lgan matematikalik ifodalar, masalan, matematikalik ifodalar, hamda matematikalik ifodalarni deb qo'yamiz, hamda arifmetikalik ifodalarni deb qo'yamiz. Nimishga desanglar bu program joyi qilishimiz program yozish jarayonida biz faqat qo'shib bo'lish, ko'paytirish, elishni ishlatmaymiz. Yani ondan başka nurgun hem de matematiklik ifadeler ya arifmetiklik kılığında ifadelerni işletimiz. Mesela çok kichikni selishtirish deganda yoki bo'lmasa bir salla qatori deganda yoki bo'lmasa o'zaro yiqo deb qo'ymaymiz, xonlik yiliqida hisoblashlar deymiz. Shunga o'xshash nurg'un hamda shunda ifodalar bor, nurg'un shunda hisoblashlarni olib boramiz mana shu programmaga nisbatan. Endi bu ifodalarni shu arifmetiklik ifodalar deb qo'yamiz. Hamda Hamda arifmetiklik ifodalar degan chog'da tuvandagidek bir qancha doim qo'shish bo'lish, ko'paytirish bo'lishdan boshqa, ko'paytirish bo'lishdan boshqa, masalan, qoldiqni tepish deymiz. Undan boshqa ham tuvandagidek bir qancha ifodalar bor. Masalan, munosabat amal belgilari deymiz. Cho'ng kichiklikni selishtirish, masalan, tangmi, kichikmi, cho'ng yoki tangmi, kichik yoki tangmi, tang emasmi degandek. Undan keyin logikalik amallik ifodalar, logikalik amallik ifodalar bo'lgan chog'da, masalan, amalilik yetarlik zo'rishat deganga o'xshash, masalan, hamda yoki bo'lmasa emas degandek shuchi, masalan, hamda yoki emas, masalan, bundan keyin xona amal ifodalar dedim, bayatda men xona amal ifoda dedim. Masalan, yiqo deb qo'ymasam endi buni keyin qiziqchilar davomli taqsirda niyada deb so'zlaymiz buni. Bu endi programning eng asosiy bilimlari bo'lgan ekan, buni endi bu yerda so'zlab o'tsak, buni vaqtida biz keyin agarda vaqt chiqib qolsa, men ayrim dars qilib yo'llab qo'yay buni. Ko'pchilikni foydalanishi to'g'ri ayrim dars qilib yo'llab qo'yay. Undan keyin mana tang belgisini hamda qimmat yo'llash amal belgisini deb ataymiz. Masalan, tangning so'l tarafidagi belgisini sol tarafdagi o'zgaruvchi miqdorga o'ng tarafdagi qimmatni berdi, o'ng tarafdagi qimmatni so'l tarafdagi o'zgaruvchi miqdorga berdi. Endi yana birisi bo'lsa shart amal belgilari. Biz oldingi qatimqi darsda getmax deganni so'zlagan chog'da, masalan, nurg'un bolalar shuni ishlatdi. Masalan, buniki ham alohidligi bo'lsa, masalan, buniki alohidligi bo'lsa, masalan, shu savol belgisining so'l tarafida ma'lum bir tanglik bo'ladi, ma'lum bir ifoda bo'ladi, cho'ng kichiklikni solishtiradigan yoki shunda quriladigan rost yolg'on tipni qaytaradigan. Bu agarda rost bo'lib qolsa, birinchi qiymatini qaytardi, birinchi qiymatini. Yolg'on bo'lib qolsa, ikkinchi qiymatini qaytardi deganiga. Undan boshqa pesh amal belgisi dedik. Biz ba'zi pesh amal belgisi nima desanglar, masalan, ma'lum bir funksiya yozgan chog'da, ma'lum parametrlarni orasini peshlar deymiz. Bu pesh amal belgisi kirdi. Yana yoki bo'lmasa, ma'lum bir miqdorlarni aniqlagan chog'da bir qurg'a ko'p miqdorlarni aniqlag'il bo'ldi. Shu chog'da da har bir miqdorning orasini peshlar ayiramiz. Bularimiz pesh amal belgisi kirdi. Ondan keyin indeks amal belgisi. Indeks deganimiz endi bir salla qatori yoki bo'lmasa bir qator desak bo'ladi. Bu qatorni endi shunda indeks amal belgisi orqali ifodalaymiz, shu orqali ifodalaymiz. Bundan esa programda asosiy arifmetiklik amal belgilari qaysi degan chog'da qo'shish belgisi, elish belgisi, ko'paytirish belgisi, bo'lish belgisi, undan keyin modul amal belgisi, qoldiqni tepish amal belgisi. Endi qo'shish amal belgisi yoki musbat qimmat belgisi deb ataladi. Masalan, 5 qo'shilgan 3 yoki bo'lmasa plus 3 degandek. Elish amal belgisi bo'lsa manfiy qimmat belgisi yoki elish belgisi deb ataladi. Masalan, 25 e'longan 5 minus 3 degandek, minus 3 degandek. Sonni oldiga kelsa, masalan, o'zi yolg'iz bo'lib sonni oldiga kelsa minus qimmatini beradi. Minus deganimiz endi 0 dan kichikka manfiy qimmat deymiz. Bundan keyin ko'paytirish amal belgisi, masalan, ko'paytirish amal belgisi, 5 ko'paytirilgan 3, buni yulduz belgisi bilan ifodalaymiz. Undan bo'lish amal belgisi, ta'tir siziq bilan bo'lish belgisini ifodalaymiz. Masalan, 5 bo'lingan 3 degandek. Ondan keyin modul amal belgisi, modul percent belgisi orqali modul amal belgisi yoki qoldiqni tepish amal belgisi deb ataladi.
Bu endi faqat oldinqida butun sonlar bo'ladi deylik, lekin Java'da parçasini qo'llaydi. Bu parçasini qo'llaydi. Mesela 7 bölüngen 4 bo'lsa qiymati 3 bo'ladi. Nimishga desanglar 7 dan 4 ning ichidan birisi bor. Manaki ishib qolgan 3 buni qoldiq hisoblanadi. Ham bu yer ta'kidlab o'tish tegishli shuki, mesela 2 dan butun sonni o'zaro bo'lgan chaqda natijasi cho'qim butun son bo'ladi. Ayntini mesela 5 ni 3 ga bo'lsak bir chiqadi, hargiz partisan chiqmaydi. 5 ni 3 ga bo'lsak qoldiqni tashlaydi, bu yerda qoldiqni tashlaydi. Endi haqiqatan bo'lib qolsa, o chaqda partisanga ep beradi, partisanga ep beradi. Mush qo'pol ko'paytirish bo'lish, qo'shish elishlar degan ishlatgan chog'da mushlarga diqqat qilishimiz kerak, biz mushlarga diqqat qilishimiz kerak. Endi biz to'yanda bir matematikalar, mesela qo'shish elish, ko'paytirish bo'lish to'g'riliq matematikalar bir endi kichik bir program yozib qo'yay. Masalan, men 3 sonni aniqlab olay, 3 sonni aniqlab olay. Qaraydigan bo'lsam, men 3 sonni aniqlab oldim. A, B, sum deb 3 sonni aniqlab oldim. Men sumdan keyin qiymatini men 0 beryapman. Buni A bilan B'ning qiymatini agar qiymat bersak 0 hisoblanadi. Endi men birinchisi qo'shish amal belgisi, qo'shish amal belgisi. Qo'shish amal belgisi degan chog'da bu endi mesela men sumga A qo'shilgan B'ning qiymatini beray. Bu yerda navbatda biz endi qo'shish amal belgisini ishlatdik. Men navbatda qiymatga qo'shish amal belgisini. Men nima deydi desam, sen A bilan B'ga qiymat bermeding deydi. Men menga A bilan B'ga qiymat berdi. Sen qiymat bermay turib ishlatding deydi. A bilan men sumga mesela men yerda sumga A bilan B'ning yig'intisini berdim, yig'intisini berdim. Bu yerda ham ishlatganim bo'lsa qo'shish amal belgisi, qo'shish amal belgisi. Ma'noda endi mesela mal bayatın tenglik amal belgisine biz qiymat berish amal belgisi mi dedik, qiymatni o'tkazib berish amal belgisi mi dedik. Bu joyda bu A bilan B'ninki yig'indisini tepib, buni qiymatini sumga o'tkazib berdi, ma belgi orqali o'tkazib berdi. Eğer sumni chiqarib qilgan bo'lsak, biz sumni chiqarib qilgan bo'lsak, buna 22 chiqdi. 10 ga 12 ni qo'shib 22 chiqadi. Endi bu qo'shish amal belgisi. Bu nayda oddiy endi. Ikkinchisi ham diqqat qilgan yerimiz endi elish amal belgisi. Elish amal belgisini bayatdan dedik endi manfiy sonni ifodalaydi dedik. Masalan, men A da -10 desem, bu endi oldidagisi ham bu minus manfiy sonni ifodalaydi. Mana elish amal belgisi manfiy sonni ifodalaydi. Endi menga men sumga o'xshashlar sumning yig'indisini deb qo'yay. Menga A qo'shilgan yoki bo'lmasa A ilingan 10 dey, menga A ilingan 10 dey. Mesela bu yoqda men yig'indisi bu ayrimisi dey, ayrimisi. Endi yana bir diqqat qilgan ishimiz, masalan, manfiy sondan ma'lum bir sonni A soq, amaliyotda 2 sonni qo'shgan qaraydigan bo'lsak, buni -20 deydi, mana -20 deydi. Men bu yerda A ga men bu yerda A ga 10 ni berdim, -10 ni berdim. Ondan keyin A'dan -10 ni oldim. -10 ni oldim. Amaliyotda bir manfiy sonda bir ma'lum bir sonni elish, amaliyotda 2 manfiy sonni qo'shgandan, 2 manfiy sonni qo'shgandan. Bu endi matematikalik qoidalar, bu matematikalik qoidalar. Bu elishda alohida diqqat qilgan rayonimiz shu, masalan, elishniki ham birsi manfiy son, ya'ni birsi ham ma'lum bir 2 sonni o'zaro elish buyruqini ifodaladi. Endi ko'paytirish bo'lishni men so'zlamay, u nayt oddiy ko'paytirish bo'lishni so'zlamay, u nayt oddiy. Endi yana bir alohida ifoda bo'lsa, endi bizning kelmish programda alohida ifoda bo'lsa, bayatında bitib ketdi. Men qoldiqni tepish belgisi, persent belgisi. Qoldiqni tepish belgisida alohida diqqat qilganimiz, masalan, A dan 7, B dan 4. Mesela butun songa nisbatan qoldiqni topgan chog'da, butun songa nisbatan qoldiqni topgan chog'da, masalan, 7 niki 4 ga bo'lgan qoldiqi teng bo'ladi, masalan, 7 4 deb ham qoldiqni tepish belgisi ham bor, qoldiqni tepish belgisi yoki A niki masalan, A niki B ga deyam, menga B ga deyam. Endi bu qoldiqni tepishda endi butun sondagi qoldiqni tepish, bu butun sonniki mesela qoldiqni tepishda mesela qaraydigan bo'lsak, endi bu
Mesela şu bütün bölüngen kısmından başka işip kalan kısmını kaldıqını tepiş belgisi ama Allah'a dikkat kılığını yani kaldıqını tepiş belgisi. Ma'lum bir sonniki ma'lum bir songa bütün bölündiğin bölünmeydiganligini qanday topmaymiz degan joyda kaldıqniki 0 yoki 0 emasligiga qarab topamiz. 0 yoki 0 emasligiga qarab topamiz. Agarda kaldıqı 0 bo'lib qolsa, demak bu songa bütün bölündü degan so'z. Birinchi son ikkinchi songa bütün bölündü, ikkinchi son birinchi son bütün bölündü deganligi. Yuqorida biz mesela qo'shish, bo'lish, ko'paytirish, ilish, undan keyin qoldiq belgisini ko'rib o'tdik. Qoldiq belgisini ko'rib o'tdik. Endi bularda alohida diqqat qilgan rayonlar qanday qilishlar desanglar, masalan, ma'lum bir butun sonni butun songa bo'lsak, butun son qaytadi. Masalan, butun bo'linmay qolgan qismini tashlaydi bundan. Masalan, bo'lish amalda mana alohida diqqat qilgan yerimiz masalan, bir bölüngen ad deb mesela hemen sonini chiqarib baksam, sonini chiqarib baksam mana bu yerga sonini chiqarib baksam qarasam 1 deydi bu. Amaliyotda mesela 10 12 ni 10 ga bo'lsak partisan chiqadi bu. Mesela 10 dan birisi bor, undan keyin qoldiq 2 bu. Qoldiq qismini men butun son bo'lgan chog'da tashlaydi-da. Hamda men mana shu kesini mesela float qilib o'zgartirsam-ku, float qilib mesela tipini o'zgartirsam, tipini o'zgartirib men chiqarib baqay. Tipini o'zgartirsam 1.2 deb parcha qismi chiqdi. Ham şeylarga alohida diqqat qilsa bo'ladi bolalar. Butun son bo'lgan chog'da bo'lish amalini ifodalagan chog'da mesela butun qismini deb parcha qismini tashlaydi-da. Endi bu matematikalik eng oddiy mesela oddiy bo'lgan ifodalar. Endi yana qanday programmada qanday mesela matematikalik ifodalar bor desanglar, o'zligidan ortish yoki o'zligidan kimish belgisi, qo'shish yoki ilish. Bu birini qo'shish ya birini ilish belgisi deb ataladi. O'zligidan ortish yoki o'zligidan kimish belgisi. Masalan, bu nima desanglar, mesela a tang, mesela yoki sam tang a jaja deya mesela yoki jaja ey deya mesela. Bundan keyin samni chiqarib baqay mana. Mesela amaliyotda men yuqoridagi mesela shu tanglik belgisi orqali men a jajaning qiymatini men samga berdim. A'niki hamda dastlabki qiymati 10 ta mesela 10 ta. Bundan qaraydigan bo'lsak, ham samning qiymati 11 chiqdi, 11 bo'ldi degan so'z. 11 bo'ldi degan so'z. Endi men bunda deb baqay. A jaja deb baqay mana. Ajaja deb mega A'ning qiymatini chiqaray, mana A'ning qiymatini chiqaray. Buni qaraydigan bo'lsak, A'ning qiymati mesela 10 ta, bu ajaja orqali birsi ortdi, buniki birsi ortdi. Endi bu jaja mesela shu qo'sh belgisi nimani ifodalaydi desanglar, mush qimmatga birni qo'shidi, mush qimmatga birni qo'shidi. Buni endi qanday alohidaligi bor desanglar, shuniki oldi keyiniga kelgan rad tartibi asosan oldi bilan qimmatini ishlatib, ondan keyin qo'shamdi yoki oldi bilan qo'shib, ondan keyin qimmatini ishlatadi degan bir hukm bor. Buni alohida diqqat qilganimizda, ma'nodami ma ilish belgisida shunga o'xshash. Mushu mesela men hozir degan gapni esingizda ching tutib olsangiz bo'ldi. Oldiga kelsa, qo'shish belgisi mesela ma'qul shaklda kelsa, mesela ma'qul shaklda kelsa qo'shish belgisi oldi bilan qo'shib qimmatiga, A'ning qimmatiga birni qo'shib, ondan keyin A'ning qimmatini ishlatadi, ondan keyin A'ni ishlatadi. Oldiga kelsa, Alloh diqqat qildigan yerimiz. Endi keyni kelib qolsa, mana o'xshash keyni kelib qolsa, oldi bilan A'ning qimmatini ishlatib, ondan keyin birni qo'shib berdi. Buni qanday tushunamiz desanglar, mesela men yerga samning qimmatini beray, mesela. Men yerga andiki samning qimmatini chiqaray. Mega samning qiymatini chiqaray. Mesela managa mesela men bayatın deb o'tib oldi bilan A'ning qiymatini ishlatib, ondan keyin A'ga birni qo'shdi dedim, men. Oldi bilan ondan keyin A'ga birni qo'shdi dedim. Qaraydigan bo'lsak, mesela mayli ajaja bo'lgan bo'lsa, lekin oldi bilan A'ning qiymatini samga berib o'tib, bu ma'qul shaklda mesela ma o'ttirda mesela tanglik belgisi bo'lgan bo'lsa, mesela miyada ajaja bo'lgan bo'lsa, miyada sam bo'lgan bo'lsa,
Bu aldı bilen A'nın kıymetini birinci kademde samga berip etip tanglik belgisi arqılı jaja ahirdiga kelip tutib. Ondan keyin bu A'nın kıymetiga birini qo'shadi. A'nın kıymetiga A tang A qo'shilgan 1 deb A'nın kıymetiga birini qo'shadi. A'nın kıymetiga birini qo'shadi. Maniki mavo birinchi bosqichda, keyin mavo ikkinchi bosqichda ijro bo'ldi. Mana diqqat qilganmiz. Keyingi. Endi men bunaqa masalan jaja e deb qo'yaman, masalan qo'shilgan e deb qo'yaman. Buni qaraydigan bo'lsak, maniki masalan oldi bilan masalan mana ijro qilayman. Qaraydigan bo'lsak, mana oldi bilan A'ning qiymatiga birini qo'shib, ondan keyin samg'i berdi. Bu elishma shunga o'xshash. Bu endi qo'shilgan bilan ilingan. Bu faqat qimmatni birini oshirdi yoki birini kamaytirdi. Masalan, mana o'rniga men ilishni qo'yayotsam, qaranglar, masalan, ilishni qo'yayotsam, bu masalan qimmatni birini kamaytirdi. Bu qo'shilgan bilan ilingan bu programmada yana ko'p ishlatilgan bu matematik raqamlardan birisi, bu arifmetik raqamlardan birisi. Endi bu deganimiz endi shu qo'shilgan bilan ilingandan keyin endi ishiltish endi usullari endi diqqat qilganlar. Buna da alohida diqqat qilganimiz oldiga kelsa, ya'ni ta'kidlay buni. Oldiga kelsa, oldi bilan qiymatiga birini qo'shib, ondan keyin qiymatini ishiltdi. Keyingi kelsa oldi bilan qiymatini ishiltib, ondan keyin birini qo'shib berdi. Keyingi kelsa oldi bilan qiymatini ishiltib, ondan keyin birini qo'shib berdi. Bu qo'shish bilan ilishdan biz alohida diqqat qildigan yerimiz shu. Endi bundan boshqa bayatimiz tanglik belgisini dedik. Bu eng oddiy bo'lgan endi qiymat berish shakli. Bundan boshqa qanday shakllar bor desanglar, bir qadar murakkabroq bo'lgan ma'qul shakllar bor. Masalan, ko'paytirishdan, masalan, andikin ilishdan degandek matematik ifodalar bilan tang kelgan belgisi. Bularniki hamda qanday alohida bo'lsanlar bir qadar murakkab bor. Buniki oldi bilan qaranglar, masalan, A'ga men ikkini qo'shmoqchi bo'lib qolsam, masalan, bo'lgan bo'lsa, buniki hamda asli yizish shakli shunday. Endi buni asli qanday bo'ldi desanglar, bu asli tang belgisi qanday desanglar, bu millatda A qo'shilgan 2, ma'qul shakldan o'zgargan shakli, ma'qul shaklniki oddiylashtirilmasi yoki ma'qul shaklniki o'zgargan shakli mana. Millatda bu keyindagi ifodaga tang, shularning hammasi o'xshash. Mishaga faqat qo'shish qilsak, qo'shish ko'paytirish qilsak, ko'payish marqas bayaq yuqorida o'tib ketgan matematik raqamlarni hammasini ishlasak bo'ldi. Hamda buni alohida diqqat qilamiz, agarda bunda bo'lib qolsa, masalan, ma'qul shaklni mana demak to'limaydi deysiz, bu ma'qul shaklni demak to'limaydi deysiz. Agar men bunda qilib qo'ysam bo'lsa, tirnoq belgisi qo'yib qo'ysamchi, ma'ni ayrim bir ifodalar tirnoq belgisi qo'yib qo'ysamchi, bu shaklni nima to'limaydi deysiz, bu shaklni nima to'limaydi deysiz. Insholarga alohida diqqat qilsak bo'ldi, bolalar. Endi bayatimiz yuqorida 3-4 xil matematik ifodalarni ishlatib ketdim. Shularning ichida faqat qo'shish bo'lish, ko'paytirish bo'lish degandek amallarga ishlaydi. Murakkab tanglik belgisi bo'lsa, murakkab qiymat berish belgisi bo'lsa, shular ishlaydi. Qo'shish bilan ilishga ishlamaydi. Endi biz yuqorida matematik ifodalarni ko'rib o'tdik, bir qor matematik ifodalarni ko'rib o'tdik. Endi undan boshqa men bayatdan so'zlagan, masalan, cho'ng kichiklikni selishtirish belgilari bor. Masalan, kichik, cho'ng kichik yoki tang, cho'ng yoki tang, yoki masalan tang emas degandek belgilar bor. Bu belgilarni ham yuqorida masalan har xil oldingi soatlik darslarda har xil programmalarni yozish jarayonida bir qo'sh ishlatgan bo'ldik. Ba'zi bolalar buni darhol tushungan bo'ldi, program qilib boqqan bolalar darhol tushungan bo'ldi. Ba'zi bolalar matematik asosi bor bolalar asosiyatini tushunadi. Faqat matematik asosi yo'q yoki program asosi yo'q bolalar bir qadar notlanish muhim bo'lib qolishi mumkin. Shunga men bu yerda oddiy so'zlab o'tib ketayman, oddiy so'zlab. Endi bularniki
Masalan, ishlatish o'rni asosiyatda shundaq rasiyalgan tipni qaytaradigan bo'ldi. Bularni hammasi shu rasiyalgan tipni qaytargan bo'ldi. Masalan, bu tanglikniki shu yoki shu belginiki o'ng so'l tarafidagi ikki qimmatni silishtirish belgilari, bu silishtirish belgilari. Bularning oxirgi natijasi yoki ma'lum bir butun son qaytmaydi, yoki ma'lum bir foiz son qaytmaydi, yoki bo'lmasa boshqa bir son qaytmaydi, faqat rasiyalgan tipli qaytadi, rasiyalgan tipli qaytadi. Oldingi soatda biz rasiyalgan tipni endi bol bilan ifodalaymiz dedik. Buniki qiymati true yoki false bo'ldi. True yoki false bo'ldi. Ikki xil qiymati. Bunaqa endi qaraydigan bo'lsak, masalan, men bol deb, masalan, result deb bir qiymat olaylik. Qiymat ilib, masalan, A cho'ng B'dan bo'lsa, u chaqda masalan, mashina mushit masalan, men bayatni deb o'tib mavi 4 yuqoridagi shu 4 amal, 5 amal, 4-5 amalga musha. Mesela 1, 2, 3, 4, 5 amal kene, 5 amal fakat rasyalgan tutunu qaytırdı dedim. Hemen 10 sol tarafındakisini siliştirip, muş matematik amalının kaydesi boyunca mesela siliştirip, rasyalgan tutunu qaytırdı. Bu herkes bir kıymet qaytırdı, bir ayıntıysan yaki bulmasa, ma'lum bir string yaki bulmasa, ma'lum bir float degandek narsani qaytırmaydı. Fakat rasyalgan tutunu qaytırdı. Mesela hemen çıkırıp görüp bakayım. Result qaraydigan bo'lsak false deb chiqdi. False deb nimishga desanglar bu 10 12 dan cho'ng emas. 10 12 dan cho'ng emas. Men bu yerda 10 agarda A ning qiymati B dan cho'ng bo'lsa, bu chaqda men qaytuvga rasiyalgan tipni resultga B dedim, mana resultga B dedim. Demak, masalan men bu yerga 13 deb qo'ysam, bu chaqda buningki qiymati true chiqdi, mana rost chiqdi. Nimishga desanglar 13 12 dan cho'ng. Endi bundan başqa yana teng emas belgisi, alayda diqqat qilganmiz. Teng emas belgisi. Bu minat ko'p ishimda, masalan 13 12 ga teng emas desam to'g'ri chiqadi. Nimishga desam teng emas. Men yana 12 qilib qo'ysam 13 12 ga teng emas desam xato chiqadi. Undan boshqa yana bir narsa unutilib qolibdi. Teng belgisi, teng belgisi. Masalan 2 son tengmi, teng emasmi deganni bildirdi mana. 2 son tengmi, teng emasmi deganni bildirdi. Masalan 12 12 teng desam to'g'ri rost qiymat qaytadi. Buni endi ko'parak masalan biz qaysi programmalar jiqaroq ishlatamiz desanglar, bayatında bilgan if ning ichida jiqaroq ishlatamiz. Anadagi mana keyingi soatliklar sizlaydigan for ning ichida jiqaroq ishlatamiz. Bunda belgilarni, bunda rasiyalgan tip qaytaradigan masalan matematik amallik belgilarni biz shundan ichida jiqaroq ishlatamiz. Undan başqa endi qanday yana belgi tiplar bor desak, masalan, bayatında deb ketdik, logikalik belgi tipi, logikalik belgilik emallar, logikalik belgilik emallar, logikalik belgilik emallar. Logikalik belgilik emallar degan chaqda ma bo'lsa emas belgisini bildirdi, emas yoki shunda bo'lmaydi o deydi. Ma bo'lsa anandiki masalan hamda belgisini bildirdi, hamda. Hamda. Mavi bo'lsa yoki belgisini bildirdi. Mavi bo'lsa yoki belgisini bildirdi. Buni da endi qanday desak, matematik o'rganib baqalar biladi. Masalan, emas belgisi bo'lib qolsa, rostni yolg'on qildigan, yolg'onni rost qildigan belgi, mana. Rostni yolg'on qildigan, yolg'onni rost qildigan belgi. Masalan, qanday vaqtida desak, masalan, emas, shunami? Masalan, A masalan, mana A cho'ng B'dan desam, A cho'ng B'dan emas desem mesela A küçük A çoğun B'den emas diye mana emas diye. Mesela mana qaraydigan bo'lsak A 12 B 12 millet ikisi teng, ma'nodan hamda ma ichidikisidan mesela false qaytadi, ichidikisidan yolg'on qaytadi. Nimishga desanglar ikkisi milletda teng, mana qaraydigan bo'lsak hamda mana A cho'ng B'dan emas deb qaytdi. A cho'ng B'dan emas deb qaytdi. Men endi miyada mesela 15 deb qo'ysam, mesela A milletda mesela men 15 deb qo'yay, men 15 deb mesela yine 10 deb qo'yay. A cho'ng B'dan ham ichidikisidan true qaytadi. O chaqda men mana ijro qilgan bo'lsam, hech nima chiqmadi degan so'z. Mesela miyaga men A cho'ng B ekanday, menga A cho'ng B ekanday. Mana ijro qilgan qaraydigan bo'lsak, A cho'ng B ekanday, mana. Nimashga desanglar bu amaliyotda qaranglar, ichi qurildi qaranglar.
kichik qurildi. Kichik qurilgandan keyin mana sirtidagi emas belgisi bilan mana bir butkul ifoda qurilmadi. Butkul ifodadan false qaytdi. Mana ifniki alaydilik bo'lsa, shu ifni tirnoq ichiga belgi kelgan belgidan false yoki true bo'lishi kerak. Bu iqtisodiyot so'zlaymiz buni. True bo'lishi kerak. Bu yerda false qaytgandan keyin bu qurilmadi degan so'z. If qurilmagandan keyin bu yozda mana else ketib maqimmatni chiqadi degan so'z, maqimmatni chiqadi degan so'z. Bu emas belgisi, mava hamda belgisi. Odatda masalan, u maktabga kelsa, masalan, u maktabga kelsa, hamda uyda so'ngkisi bo'lgan bo'lsa, u cho'qim shu mahalla atrofida deb menda masalan desak, u uyga kelgan bo'lsa, hamda uyda so'ngkisi bo'lgan bo'lsa, u cho'qim shu mahalla atrofida deb menda desak, masalan, buningda ham ikki shart bor qaraydigan bo'lsak, gapdan chiqib turdi, ikki shart bor. Demak, buningki oldi keyniga ikki shart, har ikkisi qurilgan chaqda bir umumiy ifodadan undalsa rast qaytadi. Masalan, A cho'ng B'dan, shundami? Hamda A tang 15 bo'lgan bo'lsa, u chaqda ma ikki shart quriladi. Masalan, oldidagi shartmi, keyindagi shartmi qurilgan chaqda umumiy bir ifodadan, umumiy bir ifodadan qaraydigan bo'lsak, umum bir ifodadan qaraydigan bo'lsak, u chaqda bir true qaytadi. Mana umumiy cho'ng bir ifodadan true qaytadi degan so'z, rost qaytadi degan so'z. Mana hamdaniki alohidaligi ikki tarafida ikki shart bor degan so'z. Ikkala shart qurilgan asosda, undan keyin bu umumiy bir hamda qurilgan bo'ldi. Endi mana yokiniki alohidaligi bo'lsa, masalan, bizning uyga Ahmad keldi yoki bo'lmasa Abduqodir keldi desak, Ahmad keldi yoki bo'lmasa Abduqodir keldi desak, demak ikkisiniki birsi kelsa, masalan, bizning uyga Abduqodir burun kelsa yoki Ahmad burun kelsa, biz mengaverlik deylik, masalan, ma'lum bir yerga boraverlik desak, masalan, demak buningki sharti, masalan, yoki bo'lmasa Abduqodir kelishi mumkin burun, yoki bo'lmasa Ahmad kelishi mumkin va yoki bo'lmasa ikkalasi teng kelishi mumkin. Bu uchala masalan 3 xil ehtimollikning hammasi bo'lgan chaqda bular mengaverdi. Demak, bundan gapdan chiqib turdi, masalan, demak shartniki shu o'ng tarafidagisi yoki so'l tarafidagisi qurilgan chaqda, qolgan birisi qurilgan chaqda, demak umumiy shart kuchga ega bo'ldi. Qanday vaqtida bular mangamaydi desak, faqat Ahmadmi kelmagan chaqda, Abduqodirmi kelmagan chaqda, o chaqda bular mangamaydi. Menishqa amalsiz qoladi degan so'z, bular faqat mangamaydi degan, menishqa amalsiz qoladi. Demak, bu qanday vaqtida qurilmaydi degan qaraymiz. Bu yoki bo'lgan chaqda qanday vaqtida qurilmaydi asos qilamiz, bekerak. Ma hamda bo'lgan chaqda qanday vaqtida quriladi deganni bekerak asos qilamiz. Ma yoki degan chaqda har ikki shartning qurilmagan vaqtida umumiy ifoda qurilmagan bo'ldi. Ma hamda har ikki shart, hamda deganimiz har ikki shart qurilgan vaqtida umumiy shart qurilgan bo'ladi. Bu hamda yoki bilan hamdaniki hamda alayda emas uchiniki alayda ifodasi, bu alayda diqqat qildik ayollarimiz. Yoki hamda deganiki ishiltish usulü ham diqqat qildik ayollarimiz. Bu ishiltish usulü ham diqqat qildik ayollarimiz.